Eronning Isroilga tonggi hujumlari oqibatida jarohatlanganlar soni 65 ga yetdi. Rossiya Odessaga hujum qildi. Erondan qo'lingizni torting. Nyu-Yorkda norozilik yurishlari bo'lib o'tmoqda. Rossiya AQShni Yaqin Sharqdagi mojaroga aralashmaslik haqida ogohlantirdi. Isroil oxirgi 75 yildagi eng dahshatli hujumlardan aziyat chekmoqda. Elon Musk Rossiyadan siyosiy boshpana so'radi. Putin va Si Isroilni Eronga hujum uchun qoraladi. Tramp 2 hafta ichida Eron bo'yicha qaror qabul qiladi. Oq uy Zelenskiy Putinning uchrashish taklifiga javob qaytardi. Har bir o'tkazmangizdan ushlab qolinadigan komissiya sizga deyarli bilinmaydi. Lekin ular mana shunday pullaringizni mayda-mayda bo'lib yo'qolib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Tezda ilovasi orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan Rossiyaga hech qanday komissiyalarsiz pul o'tkazishingiz mumkin. Erondan qo'lingizni torting. Nyu-Yorkda norozilik yurishlari bo'lib o'tdi. Urushga qarshi namoyishchilar Nyu-York ko'chalariga chiqib, AQShning Eronga qarshi ehtimoliy zarbasiga qarshi namoyish o'tkazishdi. Ular AQShning harbiy jinoyatlariga yo'q va Erondan qo'lingizni darhol torting kabi shiorlarni hayqirishdi. Bunday namoyishlar avval AQSh Vyetnam va Iroqqa hujum qilgan davrlarda ham bo'lib o'tgan. Rossiya Odessaga hujum qildi. 20-iyun kuni Rossiya armiyasi Odessa shahriga dronlar bilan yirik hujum uyushtirdi. Hujum oqibatida 1 kishi halok bo'lib, 14 kishi yaralandi. Bu haqda Odessa mahalliy hokimiyati xabar qilgan. Qayd etilishicha, hujum oqibatida ko'p qavatli binolar va temir yo'l infratuzilmasiga zarar yetkazilgan. Mahalliy favqulodda vaziyatlar xizmati dron hujumi sabab 10 ta turar joy binosida katta yong'in yuzaga kelganini ma'lum qildi. Havo mudofaasi kuchlarining faol qarshiligiga qaramay, fuqarolik infratuzilmalari, shu jumladan turar joy binolari, oliy o'quv yurti, gaz quvuri va xususiy avtomobillarga zarar yetkazilmoqda, deb yozdi viloyat hokimi Oleg Kiper Telegram kanalida. Shuningdek, xabarda Rossiya harbiylari Ukrainaga bir kechada 86 ta dron uchirgani, shulardan 34 tasi urib tushirilgani qayd etilgan. Eronning Isroilga tonggi hujumlari oqibatida jarohatlanganlar soni 65 kishiga yetdi. Eronning tongdagi zarbalari 4 joyda nishonga yetib borgan. 3 ta zarba markaziy Isroilda, xususan Tel Aviv atrofidagi Gushdan hududida qayd etilgan. Holon shahridagi bir bino butunlay qulab tushgani haqida xabarlar bor. Yana bir zarba Soroka kasalxonasi yaqinidagi hududga berilgan. Bundan tashqari, payshanba kuni Eron raketalari Tel Aviv mintaqasidagi Ramat Gan hududiga va fond birjasi binosiga ham zarar yetkazgan. Eron rasmiy axborot agentligi bergan bayonotida bugungi tongdagi raketa hujumining asosiy nishoni Isroil armiyasi bosh shtabi va razvedka markazi bo'lib, u Gavyan texnologik parkida joylashganini bildirgan. Bu obyekt Beersheva shahridagi Soroka kasalxonasi yonida joylashgan. IRNAga ko'ra, kasalxonaga yetgan zarar faqat zarbaning portlash to'lqinlari oqibatida kelib chiqqan, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri nishonga olinmagan. Harbiy infratuzilma aniq va bevosita nishonga olingan. Elon Musk Rossiyadan siyosiy boshpana so'radi. Amerikalik milliarder Elon Musk Rossiya Tashqi ishlar vazirligidan siyosiy boshpana so'radi. Bu haqda Rossiya Davlat dumasi spikerining o'rinbosari, Yangi odamlar partiyasi vakili Vladislav Davankov Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida ma'lum qildi. Menimcha, Elon Musk xatolarga yo'l qo'ygan, ammo bu xatolarni kechira olish kerak. Agar bu amalga oshmasa, biz uni doimo kuzatamiz, dedi Vladislav Davankov. Davonkovning qo'shimcha qilishicha, Rossiya Tashqi ishlar vazirligidan boshpana berish bo'yicha javob 1 oy ichida kelishi kerak. Elon Muskning otasi Errol avvalroq Rossiyaga borgan edi. Rossiya AQShni Yaqin Sharqdagi mojaroga aralashmaslik haqida ogohlantirdi. Biz Vashingtonni vaziyatga harbiy aralashuvdan ogohlantirmoqchimiz. Bu haqiqatan ham kutilmagan salbiy oqibatlarga olib keluvchi o'ta xavfli qadamdir, dedi Mariya Zakharova. Rossiya Tashqi ishlar vaziri rasmiy vakili aytishiga ko'ra, Eron Rossiyaga yadro qurolini tarqatmaslik shartnomasi majburiyatini to'liq bajarayotgani haqida aniq ma'lumotlar bergan, hamda Isroil hujumlarini to'xtatgan taqdirda Tehronning yadroviy dasturiga oid har qanday asossiz shubhali qarashlarni bartaraf etish maqsadida AQSh bilan aloqalarni tiklashga tayyorligini bildirib o'tgan. Putin va Si Isroilni Eronga hujum uchun qoraladi.
19-iyun kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Xitoy rahbari Si Szinpin telefon orqali muloqot qildi. Unda ikki yetakchi Isroilning Eronga bergan zarbalari uchun qoraladi va bu keskinlikni yumshatish zarurligiga kelishib olishdi. Bu haqda Reuters xabar qilgan. Prezident yordamchisi Yuriy Ushakov jurnalistlarga bergan intervyusida har ikki davlat rahbari Isroilning BMT nizomi va boshqa xalqaro huquq normalarini buzuvchi harakatlarini keskin qoralaganini aytdi. Bildirilishicha, Moskva ham Pekin ham hozirgi vaziyatda Eron yadroviy dasturi bilan bog'liq masalalarni harbiy yo'l bilan hal qilishning iloji yo'q degan fikrda. Bu yechimga faqat siyosiy va diplomatik vositalar orqali erishish mumkin. Isroil oxirgi 75 yildagi eng dahshatli hujumlardan aziyat chekmoqda. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi sobiq tahlilchisi Larry Johnsonning aytishicha, so'nggi 5 kun ichida Isroil so'nggi 75 yildagi eng halokatli zarbalarga uchradi. Uning fikricha, Tel Aviv Tehron bilan mojaroda yutqazmoqda va Isroil hukumatı buni tushunadi. Nima uchun Isroil AQShni Eron bilan urushga tortmoqchi? Chunki ular mag'lub bo'lmoqda. Ular o'zlari o'ylaganidek Eronni mag'lub qilmayapti. Bu kichkina odam o'zini buyuk jangchi deb o'ylab barga kirib mushtlashga boshlaydi va bunga dosh bera olmasligini tushunadi, deya tushuntirdi ekspert. Uning so'zlariga ko'ra, Isroil hukumatı Eronga qo'rqoqlarcha hujum qilish muxolifatga hokimiyatni o'z qo'liga olish imkonini berishini oldindan bilgan. Bundan tashqari, Tel Aviv atigi 24 soat davomida muvaffaqiyatli kurash olib bordi. Tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, Isroil rasmiylari Eron tizimlarini bir necha kunga o'chirib qo'yadi deb o'ylagan, biroq mutaxassislar ularni 10 soat ichida tiklagan. Natijada, qo'shimcha qildi Johnson, Isroil shunday vaziyatga tushib qolganki, hujum qilishning yagona yo'li samolyotlardan bomba va raketalarni tashlash bo'lgan. Ular Eron ustidan uchib o'tishga da'vo qilmoqdalar. Men bunga ishonchim komil emas. Agar ular uchib ketishsa, bu Eronning havo mudofaa tizimi katta darajada vayron bo'lganini yoki samarasizligini bildiradi. Shu bilan birga uning ta'kidlashicha, Isroilda temir gumbaz, David Sling va xat tizimlari mavjud, ammo ularning kuchi yetarli emas. Tahlilchining ishonchi komilki, Isroil o'z xavfsizligini ta'minlay olmaydi. Tramp 2 hafta ichida Eron bo'yicha qaror qabul qiladi. Oq uy: AQSh prezidenti Donald Trump Eron bilan muzokara o'tkazish ehtimoli yuqoriligi sababli 2 hafta ichida Eron bo'yicha qaror qabul qiladi. Bu haqda u Oq uy matbuot kotibi Caroline Leavitt brifingda ma'lum qildi. Leavitt AQSh prezidenti Trumpning yana bir bor diplomatiyaga imkoniyat berishni istayotganini qayd etib, Eron bilan yadroviy muzokaralarda nima bo'lishini ko'rishini istashini aytdi. Ma'lumotni to'g'ridan to'g'ri prezidentdan yetkazishini aytgan AQSh vakili Trump Eron bo'yicha 2 hafta ichida qaror qabul qilishini, chunki Eron bilan muzokaralar tez orada bo'lib o'tishi mumkinligini bildirib o'tdi. Eron bizning ogohlantirishlarimizga qaramay 60 kundan beri muzokara stoliga o'tirmadi. 61-kuni Isroil Eronga qarshi chora ko'rdi va prezident 2 hafta ichida qaror qabul qilishini aytdi. Zelenskiy Putinning uchrashish taklifiga javob qaytardi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 19-iyun kuni video murojaatda Rossiya hozirda Eronning yadro dasturini saqlab qolishga urinayotganini aytdi. Siyosatchi Yaqin Sharqdagi vaziyatga munosabat bildirgan. Hozirgi kunda Rossiya Eron yadro dasturini qutqarishga harakat qilmoqda. Ularning oshkora signallari va yashirin faoliyatini boshqacha talqin qilib bo'lmaydi. Ularning ittifoqchilaridan biri urush eksport qilish imkoniyatini yo'qotsa, Rossiya aziyat chekadi va aralashishga intiladi, dedi Zelenskiy. Shuningdek, u sanksiyalar bo'yicha yig'ilish o'tkazganini, tashqi ishlar vaziri, razvedka va boshqa davlat organlariga, xalqaro hamkorlarga yangi sanksiya formatini taklif etish vazifasini topshirganini bildirdi. O't ochishni real to'xtatish zarur. Urushni amalda tugatish kerak. Ukraina eng yuqori darajada uchrashuvga tayyor. Bu aynan qarorlar qabul qilinadigan darajada. Men qaror qabul qiluvchi va tegishli vakolatlarga ega bo'lgan shaxslar, jumladan Putin bilan har qanday formatda uchrashishga tayyorman. Garchi u konstitutsiyaviy vakolat muddatini kamida 3 marta oshirgan bo'lsa ham. Siyosatchi shuningdek urushni AQSh prezidenti Donald Trumpning joriy prezidentlik muddati davomida yakunlash afzal bo'lishini ta'kidladi. Men Trumpning yordamiga katta umid bog'layman. AQShning ta'siri juda muhim. Aynan mana shunday yordam bizga foyda beradi. Sanksiyalar kerak, diplomatiya kerak, xavfsizlik kerak.